Bolalarga bog'chani umuman keragi yo'q. Bog'cha faqat ota-onalar uchun kerak. Bog'cha bolani jismoniy, psixik, ya'ni ruhiy rivojlanishiga juda yomon ta'sir ko'rsatadi. Bola qancha voqli bog'chaga borsa, bog'chaning negativ yomon ta'siri shuncha kuchli namoyon bo'ladi. 3-4 yoshgacha bolaga ota-onasidan boshqa hech kim va hech narsa kerak emas. Bola ota-onasini yonida bog'chadan ko'ra yaxshi rivojlanadi. Chunki o'z ota-onasi va uyida o'zini xavfsiz va bemalol tutadi. Bog'chada esa begona joy, begona odamlar va eng muhimi bog'chada mehr yo'q. Ota-ona esa bolasiga mehr bermasdan turib, bolasini bog'chaga jo'natadi. Как будто bog'chada o'z ota-onasidan ko'ra bolaga yaxshiroq qarashadi va bog'chada mehr to'la yotibdi deb o'ylashadi. Ha, aytgancha bog'cha opada mehr muruvvat juda ham ko'p. Gruppadagi 30 ta bolaga yetadigan mehr bor. Afsuski unday emas. Bog'cha opa yoki bog'cha akaning ham mehri faqat o'z bolalarigadir. Boshqalarga esa achinish hissi bilan qaraydi yoki bo'lmasam majburiyat yuzasidan qarashadi. Bog'chada ishlaydiganlarda ham oshiqcha mehri yo'q. Demak, mehrga zor bolalarga mehrsiz qarash boshlanadi. Bolalar juda ham yaxshi biladi. Qachon ularga mehr bilan qaralyapti, qachon majburiyat yuzasidan qaralyapti, qachon achinish hissi bilan qarashayotganini juda ham yaxshi biladi. Agar shart-sharoitingiz yaxshi bo'lsa, bolani bog'chaga bermang. Hech kim bolangizga sizchalik qaramaydi. Ishlashga majbur bo'ladigan bo'lsangiz, shart-sharoitingiz uni taqozo qilmaydigan bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Shunda ham желательно 3-4 yoshdan keyin berish kerak.